Demak, dastlabki yetma hajmi necha mililitr ekan bu sulfat kислот yetmasi 400 ml 0.4 litr bo'lgan, to'g'rimi? Molyarligi 0.2 molyar. Necha mol bo'lar ekan shunda sulfat kislotamiz 100 dan 8 mol bo'lar ekan. Sulfat kislot bilan kaliy OH qo'shilsa, kaliy sulfat suv chiqdi. X mol reaksiyaga geçti, 100 dan 8 minus x olsa qoldi. 2x reaksiyaga geçti kaliy OH. Keyin vodorod yo'llari ham buni qolganini vodorod yo'llari hosil bo'ldi. 0.16 minus 2x 2 ga ko'paytiramiz. 100 dan 8 2 ga ko'paytirsak 16, x 2 ga ko'paysa 2x. pH 2 bo'lsa, vodorod yo'llari konsentratsiyasi necha bo'lar ekan? 10⁻2 bo'lib, bo'lgan 100 dan 1 molyar bo'ldi. 100 dan 1 molyar ham teng bo'ladi 0.16 minus 2x ni bo'lamiz 1 ga. 1 nol bo'ldi bu 1 hajm yetma. Tushundingizmi? Molyar, bu molyar degan vodorod yo'lning konsentratsiyasi. Bu esa moli bu hajmi, yetmaning hajmi. 1 litr deymiz. 400 ga 600 qo'shildi. 600 ml bu kaliy OH yetmasining hajmi. Shu qo'shilib 1 litr bo'ldi. 2x teng 0.15 bo'lib, x 0.75 bo'ldi. Bo'lgan 0.15 bo'lib, kaliy OHning konsentratsiyasi moli konsentratsiya topishni 0.6 olamiz, 0.25 bo'ldi shunda. Oltmish sakkizinchi savolda natriy OH dissotsiyalanganda natriy bilan OH chiqadi. Bu keyin gap chiqqan narsa bo'lancha. Boshda 1 litr yetma olsak, umuman 1 litr suv qo'shdik. Ya'ni teng hajmda olan suv qo'shdikda 2 litr yetma bo'ldi. Shu eritmani endi 2 litr yetmada pH 11, pH 3. Demak, OH yo'llari konsentratsiyasi 1000 dan 1 molyar bo'ldi. 1000 dan 1 molyardan 2 ga ko'paysak 1000 dan 2 mol bo'ldi bu. OH yo'llarining miqdori, keyingi miqdori. Shu 1000 dan 2 molni 1 litr bo'lamiz. Ya'ni dastlab necha bo'lganda. Dastlab 1 litr yetmadi-ku shu narsa, natriy OH 1000 dan 2 mol. Shunda 1000 dan 2 molyar bo'ldi. Shunda keyingi molyar konsentratsiyasi 1000 dan 1 bo'ldi. Dastlabkisi necha bo'lar ekan shunda? 1000 dan 2 bo'ldi ekan. Nechun unda avval 1000 dan 2 bo'lib, keyin 1000 dan 1 bo'lib kamaydi. Hajmni biz ham shartdek yetmani oshirib yubordik. Dastlab 1 edi, keyin necha bo'ldi? Ikkinchi yetmaniki 2 bo'ldi. Shunda hajm oshsa nechlar ekan? Hajm oshdi. 1 litrdan 2 litrgacha oshdi hajm. Smolyar esa kamayadi. Smolyarni 1000 dan 1 dan yo'q, 1000 dan 2 dan 1000 dan 1 o'tdi bu. Keyingi konsentratsiya bu. To'g'rimi? Tushundingizmi? 69-savolda kaliy OH H brom qo'shdik, kaliy brom bilan suv chiqdi. H brom da qoldini aytib, dissotsiyalanmay. Reaksiyaga kirishmay qoldi. Keyin brom yo'llarining molyar konsentratsiyasi 0.15 ekan, pH esa 2 ekan. 2 bo'lgandan nima deyap chiqadi? 10⁻2 molyar bo'lib 0.100 dan 1 mol tasnitr bo'lar ekan. Bu 100 dan 1 bo'lsa, vodorod yo'llari umumiy brom bilan 0.1015 bo'lsa, bu ham 100 dan 1 bo'ladigan, buni chiqsa, bu necha topamiz? Bundan buni olamiz. 1000 dan 5 chiqadi. 1000 dan 5 bo'lsa brom, bu kaliy ham 1000 dan 5 molyar chiqadi. Hajmi esa 0.4 litr. Ko'paytsangizlar mol chiqadi, 1000 dan 2 mol. 1000 dan 2 ni 39 ga ko'paysak 0.78 gram massasi yoki 78 milligram chiqadi. Tushunarlimi? Keyingi savol. 70-chi shunda ketma-ket o'rgangancha ishlab boramiz. 8 savol qoldi. 4 dan 4 dan ishlasak 2 martada bo'lamiz ekan. Yetmişinchi savol. O'xshaydi lekin 69 ga ko'rdingiz ham. Bunda natriy OH qo'shdik mana. Natriy OH qo'shdik H brom. Natriy bromid, endi qaytarib bo'lmaydi bu reaksiya, plus suv chiqadi. H brom esa ortib qolishi mumkin. Keyin bu x sarflanib, x chiqdi, bu y qoldi. Natriy bromid dissotsiyalansa, natriy plus bilan brom minus, H brom dissotsiyalansa, H plus bilan brom minus chiqadi. To'g'rimi? Bu x bo'lsa, bu y bo'lsa, bu ham x a x, bu y ga y bo'lib chiqadi. pH necha bo'lgan? pH 2 bo'lgan. Vodorod yo'llari konsentratsiyasi necha bo'ldi shunda? 10⁻- pH bo'lib, 10⁻2 bo'ladigan 100 dan 1 molyar bo'ldi, to'g'rimi? Bu 100 dan 1 bo'lsa bo'lgan necha? 100 dan 1 u bilan chiqqan. Общий nechadan brom chiqqan? 100 dan 2 mol. Demak, bundan necha chiqadi ekan? 100 dan 1 brom chiqib, 100 dan 1 natriy bo'ladi, to'g'rimi? 100 dan 1 molyar. Natriy yo'llarining smolyari necha ekan? 100 dan 1 molyar ekan. Hajm yetmancha
200 millilitrmi? 0,2 litr ko'paytsak mol gap chiqadi natriyollarni. 0,100 dan 1 ni 0,2 ga ko'paytsangizlar 0,2 mol chiqadi. Massasini topamiz. Milligram bo'ladi shunda. Tushundingizmi? 46 milligram degan qaysi hisob ekan shunda? 71-savol o'tamiz. H2 element O4 dissotsiyalansa, H+ bilan H element O4 minus chiqadi, to'g'rimi? Keyin H element O4 dan dissotsiyalansa, H+ bilan element O4 2 minus chiqadi. Boshda molni topmasak 0,8 dan 0,5 ga ko'paysak necha bo'ladi? 0,4 mol bo'ladimi? Bu 0,4 mol bo'lsa, nechasi dissotsiyalangan ekan shunda? Birinchi bosqichda 4/5, to'g'rimi? 0,32 bo'ladi shunda. 5 bo'lsangiz 0,8 0,32 0,8 ga qoladi. Mana endi 0,32 ga kap bera qo'yasizlar. 0,32 dan nechasi dissotsiyalanibdi? 1/16, to'g'rimi? Bu ham 100 dan 2 chiqadimi shunda? 100 dan 2 dissotsiyalanib 100 dan 2 bilan 100 dan 2 chiqadidan buni 0,3 mol yoki 0,30 mol qoladi dissotsiyalanmay. Anion tarkibida vodorod tutgan anion tarkibi degan nima degani? Ishmoqi qolgani bu anion bor, yetmada 2 anion bor-da. Bu chiqqanni bu yerga yozdik-ku, shunchasi qoldi buni. Keyin bu bor. To'g'rimi? Gidro element O4 va o'zini nasi sulfatmi masalan. Keyin kationlar vodorod faqatgina kationlar. Shunda 0,3 mol H element O4 minusda necha elektron bor ekan? 17,4 mol elektron bor ekan, to'g'rimi? 1 moldan necha bor deb topsalar 58 chiqadi, to'g'rimi? H shundan H element O4 da elektron soni 58 bo'lsa, proton necha bo'ladi? 57 bo'ladi. Bunda 1, bunda 8 bo'lsa, bunda Z da bo'lsangiz 1 plus Z plus 8 ko'paytgan 4 teng 57 bo'lsa, Z teng necha bo'ladi? 32 33 bo'lsa 24 chiqadimi? Xrom bo'ladi-da shunda. 24-nomerni qaysilar beradi? Shuncha proton saqlagan element xrom bo'ladi. Shunda javob 71 ni yozib desa, to'g'rimi? Hammasini ishga ketish kerak bo'ldi-da shular. Yetmiş ikinci savol. İki mol metal 3 sülfat tuzu dedi. Metal 2S4'ten 3'ten 2 mol bo'lgan bundan metal 3 plus bu 2 mol bo'lgan bo'lsa, eritmadagi tuz molekullari va ionlar yig'indisi edi 902 molda. Bu uchisini yig'indisini necha ekan shunda? 902 ekan. Bu x bo'lsa, bu 2x bo'lib, bu 3x bo'ladi, to'g'rimi? Bu 2 minus x qoladi shunda. 2 minus x ga qo'shamiz 2x va 3x ni. Yana bir ishlagandingmi shu savolni? Shuni savol. 2 plus 4x teng 902 bo'lib, 4x topsak 4x topsak 702 bo'lib, x teng 1,8 chiqqan. Ha, o'xshaydi ekan, 902 mol deb turib, to'shni o'xshab ketadi ekan. Massasini barib qo'ydi, 97,2, bu yerda esa 201,6 ekan. Hozir endi biz 97,2 ni bilamiz-da. Bu 3,6 bo'ldimi? Moliya massa metal 3 plus ni topishimiz uchun mol massasini 97,2 ni bo'lasizlar 3,6 ga.
Shunda alyumin chiqadi ekanda. Yana temir chiqadi shu narsa. Ko'rdingizmi? Farq bo'lib turibdi o'shadani. Massasida farq bo'lgani uchun bu yerda farq bo'lib turibdi. 73-savol o'tamiz. Disus sanashda o'tgan safar videosini sizlarnikini oldik, Mirjalol. Avvalan bir marta oldik emasmi? 40 gacha bo'lganlarni bir marta. Yo sen bizaki men o'zimnikini oldik. Nechik bo'ladi shu? Qarab ko'r shuni yaxshimi? Agar bo'lsa, bor videolarni hammasini chiqarish kerak-da, bo'lmasa zayoq ketadi u. Shu bugunga ham hozir chiqarish kerak bugun. Вообще. Hammalar shuni. Bu dissotsiyatsiyadan chiqadi. Natriy plus bilan H2O4 chiqadi, to'g'rimi? Birinchi bosqichda. Buni qoldirib yozsangizlar. Endi ikkinchi bosqichda H2O4 minusimizdan H plus bilan H2O4 2 minus chiqadi. Uchinchi bosqichda bo'lsa H2O4 2 minusdan O4 plus bilan Po4 3 minus chiqsa (0.1 mol deb qo'ydik-ku, buni общий 0.1 mol bo'lganda boshqa 0.16 mol kation mavjud-da. Kationlar yana shu tusidan ba'zi metalga ketishimizga shuni hammasini astan kislota qoldig'ining birinchi bosqichdagi dissonans darajasi 0.5 bo'lsa-da. Ha, kislota qoldig'iniki 0.5 bo'lsa, tuz to'liq dissonans degan gap aytolmayman. Tuz to'liq dissonans bu nima? Tuz to'g'rimi? To'liq dissonans qancha foiz ekan, shunda 100% ekan, demak bu bo'lmaydi-da bu. Tushundingizmi? Qolmaydi-da. 0.1 dan 0.1 bilan 0.1 hosil bo'ladi. Endi kislota qoldig'ini birinchi bosqichda dissonans. Qarang, kislota qoldig'ini necha odorti bor? 2 odorti bor, to'g'rimi? 2 odortini ishlatadi, boshda birsini chiqaradi, keyin yana birsini chiqaradi. Demak, necha bosqichda dissonans ekan kislota qoldig'ini o'zi ham 2 bosqichda dihidrofosfat deganimiz 2 bosqichda gidrofosfat chiqaradi boshda, keyin fosfat chiqaradi. Shuni birinchisi 0.5 degani bu 50% deganda, boshda 0.1 bo'lsa, shuni 100 dan 5 mol ketadidan, ya'ni 0.1 100% bo'lsa, shuni 50% dissosiyalanib 100 dan 5si dissosiyalanadi. Bundan 100 dan 5 bilan bundan ham 100 dan 5 mol chiqadi, bundan ham 100 dan 5 mol qoladi keyin. Keyin buni 100 dan 5 dan x dissosiyalanadi, x bilan x chiqadi. Keyin bu 100 dan 5 minus x qoladi, to'g'rimi? Shundan kationlar degan 0.1 mol natriy kationi, 100 dan 5 mol vodorod kationi, keyin x mol vodorod kationlarni qo'shamiz. Bo'ldi, yaxshi. Shuni qo'shsak necha chiqadi ekan? 0.16 chiqadi ekan shunda. 0.15 plus x ning 0.16 bo'lsa, x ning 0.100 dan 1 chiqadi. To'g'rimi? 100 dan 1 bo'ldi. Shunda bu 100 dan 1 bo'lsa, bu ham 100 dan 1 bo'ladidan, bu ham 100 dan 1 chiqadimi? Bu ham 100 dan 4 chiqadi, to'g'rimi? Qolganida u nani? Gidrofosfatni. Bunda dihidrofosfatni qolgani. Keyin bunda gidrofosfatni qolgani. Bunda fosfat. Shunda umumiy necha bo'ldi? Dihidrofosfat, keyin gidrofosfat, bu minus, bu 2 minus. Keyin esa fosfatni 3sini yig'indisi nima beradi bizga? Anionlar beradimi? Mana necha ekan? Dihidrofosfat 100 dan 5 qolgani. Keyin bergasa buni qolgani 100 dan 4. Buni hosil bo'lgani 100 dan 1. 0.1 chiqadi-da shunda. Ha, nisbatlarni so'ragan ekan-man. Shundan ham 5, 4, 1 nisbat desak tushunarli bo'ladimi? 100 dan 5, 100 dan 4, 100 dan 1 bo'lsa, 100 ga ko'paytirib yuboraylikdan 5, 4, 1 nisbatda bo'lgan. Siz javob ko'rdingizmi? Bu savollar ekan. Neden bu? İçin kısmı da çıkıyor. Umuman.
Ishib tashimiz eshadarim. 74. Bir asosda kistaning 2 oddiy so'zlanishi shuncha bo'lgan, zo'shlik pH shundan bo'lgan. Foiz bergan, zo'shlik bergan, shundan molyar topsa bo'ladi. Qaranglar, pH qiymati necha ekan? 2 ekan, to'g'rimi? Bundan vodorod yo'llari konsentratsiyasi necha bo'ladi? 10⁻² bo'lib 100dan 1 molyar bo'ladi, to'g'rimi? 100dan 1 molyar bo'lsa, vodorod yo'llari konsentratsiyasi. Bunda masalan H A deb yozsak, kistani H+ bilan A- chiqadi. HA bo'lsa, bu 100dan 1 molyar bo'lsa, u kishi bundan x ketib, x chiqadidan yo'q. Bular 100dan 1 bo'lib turibdi. Bu 100dan 1. Bu 100dan 1 disosiyalangandan buni. Nechadir qolgan lekin boshda ham shunday bo'lganda bo'lasizlar baribir. Keyin kod disosiyalanish teng, vodorod ionini ko'paytiramiz. A- ionni, keyin HA ni qolgandan bo'lar edik, to'g'rimi? Shunda kod disosiyalanish 5 ko'paytgan 10⁻4 bo'lsa, H+ 100dan 1 ko'paytgan 100dan 1 bo'lib, bu ham x bo'ladi-da. X topsangizda 100dan 4 ni 5 ko'paytgan 10⁻4 ta bilasizlar. Endi bu degani 4 ko'paytgan 10⁻4 dan bu berga esa 5 ko'paytgan 10⁻4. Shundan necha bo'lar ekan? 0.8 molyar bo'lar ekan. Kislotani disosiyalanish, kislotaning konsentratsiyasi. Buni foizi necha edi? 0.4% edi. S molyari 0.8 molyar, Z-shigi 1. Shundan S molyar ko'paytirilgan molyar massa teng rho ko'paytirilgan 10 S% dan molyar massani topib olamiz. 1 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan S% 0.4 taqsim 0.8 bo'ladi. 4 ni 0.8 ga bo'lsangizlar yo'q. 4 bo'ladimi? Yana S molyar 0.8. Nechi bo'ldi shu o'rinda hisoblangan, bo'lganlar 4 ni 0.8 ga bo'lsak 5 chiqqan hozir. Bizga 20 chiqishi kerak ekan. 0.4%. Foizni ham qo'ydik 0.4 da. Ner, bermi? Necha chiqadi ekan? Bermi? 1 chiqadi, ber hozir. Shu 1 chiqadi-da, adashib ketmas. 1 ko'paytgan 4 bo'ldi, 0.2 bo'ldi. To'g'ri, bu 0.2 bo'ldi shunda. Bir 0.2 bo'lsa, shunda 20 chiqadi. H-futor bo'ladi ekan. Molyar massasi 20 bo'ldi-da buni. Bu javob. Yetmiş beşinci savol. Suvda eriyotgan tuzning disosiyalashidan hosil bo'lgan anionlar soni shuncha, disosiyalanmagan molekulalar shuncha bo'lib turibdi. Demak, anionlar molini topsak, ionlarning molini topamiz ekan, anion emas, ion. 408 mol ion chiqqan, to'g'rimi? Keyin esa disosiyalanmaganini topsak, 24.08 10⁻22 ni 6.02 10⁻20 o'lchab bo'lsangizda 0.4 mol chiqadimi? Bizda 4 chiqadidan keyin bu 10⁻0.04 bo'ladi, to'g'rimi? 0.4 mol disosiyalanmagani. Bu 20% bilan shunda 80% ni topsak necha bo'ladi? 1.6 mol bo'ladimi? 1.6 moldan 1.6 mol modda disosiyalangan-ku, to'g'rimi? Disosiyalanmagani. Disosiyalangan deb tushuninglar. Bu disosiyalanmagani 80% bo'lsa alfa. Shunda 1.6 moldan 408 mol ion chiqqan. Birisidan necha chiqadi desangizlar, 3 ion chiqishi kerak, to'g'rimi? 75 ta. Anion va kationning massa farqi 80 gram dedi, ha? 3 ion chiqsa o'zi berilgan-ku. Endi bu E bilan D javoblar olasizlar. B bilan S chiqadi, to'g'rimi? 2 ion chiqadi ulardan. Shundan ham metal 2s4 ta bo'lamiz-da uni. Farqini borish uchun. Bo'lmasa ham men nominatsiya sozlar qiyin. Metal sulfatda bo'lsangizlar, sulfat ma'lum bo'lib qoldi.
umumiy disosialangani 1,6 ekan shunda. 1,6sidan bu 3,2 chiqadi, bu 1,6 mol chiqadi, to'g'rimi? Shunda massa sulfatini topib olamiz. 1,6 ni 96 ga ko'paytiramiz. Necha chiqadi? 153,6 bo'lsa, 153,6dan ham 80 ni olib tashlaymiz, 80 ni o'zini olib tashlaymiz. Shunda 73,6 gram bo'ladi. Bundan ham moliya massa metallnikida bu endi. Metall ionlarining massasi bu. Shuni metal plyusini topsangizlar, moliya massasini 73,6 ni bo'lasizlar 3,2 ga. 23 bo'ladi. Demak, natriy ekan deb olamiz. 76 ni o'zida ishlasangizlar bo'ladi. Shunga o'xshaydi ekan. 77 ni ishlaymiz. 76 ni o'zi ham yozib qo'ysalar ekan, ha? 76 ni ko'ringlar endi ishlab o'zlaringiz yaxshimi? 77-savol. Metal nitrat disosiyalanishida dedi, hosil bo'lgan yo'llar soni 4,5 mol. Disosiyalanmaganlar esa 0,5 mol. Demak, disosiyalanmaganlari 0,5 mol bo'lib turibdi. Molni topsak, to'g'rimi? 3,1 ustiga o'shdan. Disosiyalangandan chiqqan ionlar esa 4,5 mol. Bu disosiyalanmaganligidan 5% desak bo'ladi. 75% alfa bo'lsa, shunda 1,3 bo'lsa, necha bo'ladi ekan bu? 1,5 mol modda disosiyalangan bo'ladi. 1,5 moldan 4,5 mol ion chiqqan bo'lsa, birisidan necha chiqadi shunda? 3 ion chiqadimi? Shunda metal nitratda metal n valentli, NO3 1 valentli, to'g'rimi? Bu yerga gap n tushishi kerakmi? Demak, bu 3 bo'lib turibdi-da, birisidan. Yana necha bo'lar ekan shunda? 1 plus n teng 3 bo'lsa, 2 bo'lar ekan bu nitratning nasi? Yetmada kationning massasi 60 gram dedi. Ya'ni bu 1,5 mol disosiyalangan-ku. 1,5 moldan 1,5 mol chiqadimi? Shunda moliya massasini topib olamiz. 2 plus da endi o'g'on metal kalsiy bo'lishi mumkin. 60 ni bo'lasizlar 1,5 mol 40 chiqadi. Demak, kalsiy ekan. Necha gram tuz suvda ezilgan toping desa, suvga qo'shilgan tuzni topasizlar-da. Masalan, bu yerda disosiyalanmagani 0,5, disosiyalangani 1,5 mol, shunda 2 mol bo'lar ekan suvga solingan tuzlarimiz. Kalsiy nitratda endi o'g'on 2 mol. Shuni massasini topamiz. 2 ni ko'paytiramiz 40 va 124 dan. 164 bo'ladi shunda. 328 gram bo'ladi. Desalar.